Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Kengişi'nin 40. nöbetlik yukarı derecelikler yığında söz kılgan Türkiye Tashqi ishlar ministri Mevlut Çavuşoğlu, Xitayning Uyghur ve başka Müslümanlarga qaratilgan kişilik hukuk tajovuzchiliklari haqida to'xtaldi. Kişilik hukuk kengişida söz kılgan Çavuşoğlu, Xitayning Uyghur Abdunum rayonunda Uyghur Türkler ve başka Müslümanlarga ilib berayotgan ijroatlari haqidagi xabarlarning endişe paydo qilganligini aytdi. Çavuşoğlu yana Xitayning terrorlikka qarshi harakatlarda masum insonlar bilan terrorchilar orasini ayirish kerakligini bildirdi. Çavuşoğlu, biz Xitayning diniy erkinlik huquqini o'z ichiga olgan universal kishilik huquqi hurmat qilishga, Uyg'urlar va boshqa musulmonlarning madaniyat kimligining to'liq qo'g'dilishiga kafolat qilishga ilhomlantiramiz va shundoq bo'lishini kutamiz dedi. Xitay poytaxti Beijingda Xitay Kompartiyasi bilan Vatan Partiyasi orasida ichilgan yig'inda so'z qilgan Xitay Kommunist Partiyasi amaldori Yu Wei, g'arb davlatlari g'arazlik holda Xitoyning osonlik millatlar siyosatiga hujum qilyotdi dedi. U bu davlatlarning Turkiyaning taraqqiyotiga qarshi ekanligini aytdi va Xitoyning terrorlikka qarshi turishidagi bu tajribasi Turkiya uchun bir o'rnak bo'la oladi dedi. İran Tashqi ishlar ministri Zarif istifa berdi. Bunun bilan İran tashqi siyosatining liniyasini o'zgartirganligi va texmi tashabbuskor bo'lganligi ilgari surilmoqda. İstifa qarorining Bashar Asadning Tehronda İran rahbari Ali Hamani va davlat raisi Hasan Rouhani bilan ko'rishgandan keyin ilinganligi bildirilmoqda. Avstriyada oshqin o'ngchi hukumat musofirlarga qarata ko'chaga chiqishni cheklash va bexatarlik turmasi qatorliq qattiq siyosatlarni yo'lga qo'yishga tayyorlanmoqda. Avstriya oshqin o'ngchi hukumatining ichki ishlar ministri Xiribet Kekil axborot e'lon qilish yig'inida yuqorqi uchurlarni e'lon qildi. U 1-martdan boshlab iltimos qilgan, lekin musofir salohiyatiga erisholmagan kishilar turgan yerlarda ma'lum bir vaqtlarda ko'chaga chiqishni cheklash tuzumi yo'lga qo'yilganligini aytdi. Qozog'iston prezidenti Nazarboyevning kabinet a'zolarini tayinlash qaroriga imzo qo'yishi bilan yangi hukumat qurildi. Nazarboyev 53 yoshli Oskar Maminni bosh ministr qilib tayinlagandan keyin parlamentdagi munosabatli komitetlarning ministrlarni vazifaga tayinlash haqidagi qarorni imzoladi. Qarornoma prezident to'rbetida e'lon qilindi.